Assalomu alaykum aziz qashqadaryolik akalar. Ko'kdala tumani Cho'lloq qishlog'ida joylashgan 100-sonli maktabning bitiruvchilari 1986-yilda tug'ilgan akalarimiz 17-mart kuni soat 9:00 da katta Navro'z ayyomini tashkil qilishgan. Xayriya konsertiga hammani taklif etamiz. Ajoyib konsert dasturini birgalikda o'tkazamiz. Assalomu alaykum aziz qashqadaryolik akalar, do'stlar, opalar. 19-mart kuni shu Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanidagi Xushali qishlog'idagi akalarimiz 1987-1988-yilgi akalarimiz Navro'z ayyomini tashkil etishdi. Biz ham konsertda bo'lamiz, albatta hamma kelsin. Navro'z muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qashqadaryolik muxlislar. Ko'kdala tumani Bunyodkor mahallasidagi Torjilg'a qishlog'ida 19-mart kuni Navro'z ayyomida birgalikda bo'lamiz. Navro'z bayrami tashkilotchilari 1985-86-yilgi akalarimiz. Hammani Navro'zda kutib qolamiz.